ko'rdi. A few moments later. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Qishki sovuq kunlari tugab, kunlar isishni boshlagandan keyin uyda zerikib o'tiravermaydim-da, baliq oviga chiqishga qaror qildim. Mashinaga benzinni quyib, sekin Ohangaronga qarab yo'l oldim. Bahor yaqinlashganiga hamma yoq yam-yashil. Yo'llarni tomosha qilib, manzilimga tez yetib kelganimni ham sezmay qoldim. Manzilga kelgandan keyin tayyorgarlikni boshlab yubordim. Rotbotni qo'yib, qarmoqlarni tayyorlab, stolni o'rnatib, zunchini o'rnatib, keyin sekin kamerani olib kelib, videoni boshladim. Faqat kamerani ulaganimda mikrofonni ulash esimdan chiqib qolgan, shuning uchun videoning kirish qismida gapirgan gaplarim yozilmagan. Videoning kirish qismida flat method va classic feeder haqida gapirgandim. Bugun ikkalasida ov qilaman. Qaysi birida ko'proq baliq tushadi yoki katta baliq tushadi. Demak, videoni davom etamiz. Demak, o'rtoqlar, prikormka tayyorlashdan boshlaymiz. Bugungi prikormka anaqa tanladim. От Усатова, серия чемпион для спортивной и любительской ловли рыб. Miyot tamligini kunlashib qoldi, endi ko'ramiz. Qani ikkita uslubga ham bir xil prikormka ishlataman. Ikki xil prikormka qilib o'tirmadim. Yaxshi ziplok bor ekan, xohlaganimizcha ishlatib keyin ya'ni yoqib qo'ysak bo'ladi. Bugun biz основной qaysi usulda ko'proq baliq tushishini sinaganimiz uchun prikormkani bir xil qildim. Мелочь, но приятно deydi-ku. Rahmat sovg'a uchun. Tak, prikormka hidi yaxshi, shundoq asalli hidi kelib turibdi. Ozgina suv, ozginadan qo'shamiz, srazu qo'shmaylar. Chunki prikormka yopishqoq bo'lib qolmasligi kerak, слишком kasha bo'lib. Qo'lingizda ushlaganingizda forma ushlashi kerak, lekin suvga tushganda srazu yoylab, hid chiqarib, baliq o'ziga aniq qilish kerak. Suvga tushganda srazu yoylab, hid chiqarib, ruschasi pылить deydi, prikormka pылить qilib baliq o'ziga chaqirish kerak. Shuning uchun ozginadan suv qo'shamiz. Iloji boricha kamok bo'lmasin, kamoklarni maydalab tashlaymiz. Anaqa suv yig'ilib qolgan joylarni maydalab tashlaymiz. Kimda venchik bo'lsa, agar venchikda qilsa ham bo'ladi. Men qo'lda o'rganganman, qo'lda baribir his qilib, qanaqangi chiqyapti, qanaqa bo'lyapti, o'shanga qarab qilganinglar ma'qul. O'rtoqlar, doim ikkita etapda tayyorlaylik prikormkani. Birinchi namlab olamiz, yaxshilab o'zimizga keraklicha. Namlab olganimizdan keyin ozgina dam beramiz, bir 10 minut, 5 minut suv shimib olish uchun. Suv shimib olgandan keyin yana ozgina suv qo'shamiz namligini oshirish uchun. Boya aytganimdek, birdaniga suv ko'p quyib yubormaylik. Suv ko'p quysangiz yopishqoq bo'lib qoladi.
Mana hozirgi etat pozida olman, o'shaman forma olyapti. Mana shu bo'ldi. Forma olsa bo'ldi, yetadi. Suvga tushgandan keyin maydalanib, uvalanib ketish kerak. Pelit qilish kerak prikормka. Prikормkani tayyorlab oldik. Hozir kamuklarni yo'qotib, buni olib qo'yaman, keyin montajlarni tayyorlayman. Montajni tayyor qilib qo'ydim, faqat povdoklarni ilib, mayda chuydalarni qo'sam, keyin shu bilan zabros paytida sizlar bilan bog'lanamiz yana. Demak, mana oddiy chuvalchain bitta aparik bilan klassik feeder paternoster deymiz. Bundan oldin markiritsa qilaman dedim. Mana esimdan chiqib qolibdi. Hozir mana bitta joyi tanlab o'shda qolamiz. Klassik feederda bilasizlar ko'proq tez otib 2-3 minutda otib joyi zakorm qilib olishimiz kerak. Keyin u ishlashni boshlaydi. Faqat tashab qo'ydik. Endi flat metodda sekin загрузка qilaman. Flat metodda bitta otib qo'yib kutamiz. Bar flat bu kattaroq baliqqa aniq qilingan. Klassika уже sekin urishni boshlayapti. Menimcha mayda baliq chuvalchanga tegyapti. Endi flatni tashlaymiz. Hozir flatda ham montajini ko'rsataman. O'rtoqlar, montaj qilgunimcha уже birinchi balig'imiz tushdi klassikaga. Ko'ramiz, tortishi yaxshi, yomon emas. Ham bor. O'rtacha. Bunaqa katta emas, lekin darrov уже ish berdi. Tak, patsachikka olamiz. Qanisiz? Ko'rdinglar, faqat montaj qilgunimcha уже poklovkani ola olmadim, chunki montaj qilyotgandim. Birinchi baliq. Mana o'rtoqlar, birinchi baliq. Idealniy poklovka ko'rasizlar ham. Prям labin tepasidan. Mayli, bora qol. Tak. Klassika yana bitta baliq. Tortish yomon emas. Klassika oldinda kutilganidek. Boshda aytdim, klassika baribir ko'proq tushadi, chunki bu tez tochkani zakonib qilamiz. Baliq ko'proq tushadi bunga. Lekin narginga katta baliq kutib qolaman bunga hozir. Ko'rasizlar, o'rtacha boy birinchisi ham katta chiqmadi. Bu ham bunaqa. Juda katta emas. Qo'yaveraman bar, xotiraman. Bu ham jonaqangi katta emas. Uyga shunchalik shoshatsam deyman, bor. Nima deb o'ylaysizlar? Flatga tushguncha klassikada nechta baliq tutar ekanmiz? O'zi flatga bugun tushadimi? Flat bugun ishlaydimi, yo'qmi? O'zi flat bizga kerakmi deydi. Qachon tushasan? Ko'rdi. Bu poklovkani. Ko'rdinglarmi? Da. Do'stlar. Qarmoz qolardim hozir. To'g'risi. Qarmoz qolishimga ozgina qoldi. Friksionni ovozini eshitasizlarmi? O'ylaymanki bu sal kattaroq. Da. Kela qo. Biz seni kutgandik. Biz seni ancha yillar oldin kutgandik. Boygilarga qaraganda ancha katta. Ancha emas, no katta. Parovozni ko'rdinglarmi, qarmon nima qildi? Opa. Parovozik.
Parovozik. Yo'q, bu kattaroq do'stlar. Boygilarga qaraganda. Mana o'rtoqlar. Mana. Boygidan sekin. Boygilardan ancha kattaroq, ozgina. Buni ham qo'yib yuboramiz. O'yin chaqir deymizmi, otayin chaqir deymizmi, kim chaqirsa ham chaqirsin, to'g'rimi? Bizga ko'proq baliq kerak. Flat metodda ushlaydiganlar meni kechiringlar. Balki men nimadir noto'g'ri qilayotgandirman. Hali tushmadi. Klassika qancha tutdik? 4 ta tutdikmi? Lekin flatga hali tushmadi. Nimadan bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysizlar? Hozir перезаброс qilib ko'raman flatda, balki nimadir noto'g'ri. Yo'q, lekin oldin flatga ko'p tutganman. Klassik baribir klassik. Video boshida aytib o'tdim-ku, klassik bar oldinda bo'ladi, chunki tochkani zakorum qilamiz deb. No flatni qamishlarni oldiga tashab qo'yganman kattaroq baliq tushish uchun. Uzoqroqga. Hozir yana ikkita baliq kutaman klassikka. Ikkita baliqda ham flat ishlamasa, joyini almashtiramiz, taktikani almashtiramiz flatda. Do'stlar, flat. Nahotki flatga qani. Bor. Flat bor. Do'stlar. Demak, men ozgina noto'g'ri qilganman. Chunki pop-up qo'ydim mana. Sraz urdi. Beri banana boya aytganimdek. Katta kichikligini ko'ramiz. Tortishiga qaraganda yaxshi, yomon emas. Da. Berry banana. Patsak uzoqroq deydi. Qani qochib ketmay turchi. Apa. Demak, men flatda sal noto'g'ri ish qilman. Pop-up qo'ygandim. Bittada urdi. Do'stlar, sirazu tashashim bilan 2-3 minut ham o'tmadi hali. Uzr chiqarish qiyin bo'ldi, yutib yuboribdi. Mana, katta emas uncha. Lekin flatda ham bor. To'g'ri bir. Do'stlar, to'g'ri bir. Klassik oldimda. Klassik chuvalchenga urdi faqat. O'zgartirganim ham yo'q. Flat bo'lsa pop-upga. Ozgina jimib qoldi, sekin urib qo'yapti. Hozir bir marta klassik sal tortgandek bo'ldi. Qani. Yana bitta. Flat ham bir marta turgandek bo'ladi. Bor baliq. Do'stlar, baliq bor desam, bor. Kichkina lekin bor. Chiqib ketdi. Juda ham kichkina baliq bo'lgan ekan, bilmayman, karas bo'lsa kerak. Ko'rmadim. Tak. Mayda baliq bo'lgan ekan, kichkina. Karasi bo'lsa kerak, chiqib ketdi. Ko'ramiz, davom etib. Qaysi birida urar ekan. Tak. Hozircha 6 taga bitta klassika urdi. Syomka qilish esimdan chiqib qoldi.
Ko'rganinglar 5 taga bitta klassika oldinda. Bugungi baliq ovimizni tugatdim. Baliq oviga keladigan bo'lsak, classic feeder yutib chiqdi. Flat feederga qarshi 5-1. Klassikda 5 dona baliq, bitta qochib ketgan qo'shmayman, bo'lmasa 6 ta baliq. Flat feederda 1 dona baliq. U ham pop-upga. Classic feederda chuvalchangga urdi hammasi. Baliq ovi bo'yicha 40-45 minut vaqtim ketdi. Общий 6 ta baliq tutdim. Hammasi qo'yib yuborildi uyiga. Flatni to'g'ri tutdimmi, to'g'ri ish qildimmi, prikormka qanaqa berilishi kerak edi. Lekin ancha oldingi yillar tutganman, o'sha o'zimning opitlarimni ishlatdim. O'ylaymanki to'g'ri qildim, lekin baribir kommentariyada o'z fikringlarni qoldiringlar. Qaysi joyda to'g'ri qildim, qaysi joyda noto'g'ri, yana nima qilishim kerak bo'lganini aytinglar. Prikormkaga keladigan bo'lsak, prikormka yaxshi ishladi deb o'ylayman. Bunaqangi suv uchun suv exolot solib ko'rdim. 12-13 gradus sovuq baribir baliq uchun hali fevral oyi. Bunaqa suv isigani yo'q, ming quyosh chiqqani bilan. Shunaqangi suvda ham yaxshi ishlab berdi prikormka. Bundan xursandman. Keyingi safar boshqa ta'mlisini ishlatib ko'raman. Keyingi safar agar xohlasanglar kommentariyaga yozinglar, prikormkalar jangi qilib ko'ramiz. Ya'ni ikki xil uslubda emasda, bir xil uslubda ikki xil prikormkada tutib ko'ramiz ta'mlari bo'yicha. Video haqida fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Obuna bo'linglar, podpisatsiyani bosib, like bosib, qo'ng'iroqcha bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.